muslimi fusuqun dedilar. Musulmonni so'kishligi bu fosiqligi dedilar. Allohni g'azabiga keltiradigan, Allohni rozi qilmaydigan, Rasulullohni xafa qiladigan, mu'minlarni xafa qiladigan so'z bu og'zingizdan chiqmasin. Qanaqadir bir haligi musulmonni og'zidan chiqmaydigan gaplarni gapirganlarda o'sha vaqtda qaytaramiz. Voy, birodar, bu tilingiz bilan siz Qur'on o'qiysiz, ehtiyot bo'ling. Bunda Qur'on sizning qalbingizga kirmaydi. Ehtiyot bo'ling. Qur'on o'qiydiganlar siz so'kinsangiz, har xil birlarni fitna fasod qilib orqalaridan g'iybat qilsangiz, shu tilingiz bilan bo'xton, shunaqa iftirolarni qilsangiz, u tilingizda faqat Qur'on o'qiladi, dilingizga tushmaydi. Va Qur'on ham tilingizda aksi siz